Mehmonimiz iste'dodli xonanda Ravshan To'xtayev, marhamat. Keling Ravshan aka. Nazlı ipani kaşlar yoy Keng kelmez husunda osmondagi oy Seher jadumisan yo bir pari Aytkincha tushmisan o'ngim yo Shirin anlaringdan sarxush bo'lib Bag'rimga bossaydim qaniydi to'yib Qo'llaringdan tutsam qo'llarim cho'zib Poyingga zor bo'ldim ishqim tushib Ochilgan guldek g'uncha lablaring O'ynaydi shamol qora sochlaring Bulbuldek yoqar mayin ovozing Oh buncha go'zal bu sirli jamoling Yurak titroqlar yoningga borsam Gapim aytolmam ko'zingga boqsam Dardim yo'qolar vaslingga yetsam Uzun kunlarda yoningda bo'lsam Sevganim aybinmi hajringda yondim Kutganim bekormi bedor tunlarim Tinmadim, izladim ammo topmadim Nechun bog'lanmadi senga taqdirim Bir ko'rin jongina so'nggi bor ko'ray Oftobdek nurga boy husningga to'yay Ortingdan ergashdim yetmadim netay Bunday azobga men qandayin chiday Kelgin asalim jonim beray So'nggi nafasimni qo'lingda beray Assalomu alaykum. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Keling, Xush kelibsiz, marhamat. Xush ko'rdik. Oqshom xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmat. Xush ko'rdik. kelibsiz, Oqshom marhamat. xayrli bo'lsin. Tomoshabinlar bilan so'rashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli aziz teletomoshabinlar, muxlislar. Avvalambor mana shu bugungi bayram bilan barchalaringizni chin qalbdan tabriklayman. Qolaversa, mana bugun pochtachilarimizning bayramlari ekan. O'z nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, ishlariga hamisha omadlar yor bo'lsin. Bor bo'ling. Katta Ravshan aka. rahmat. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik yana bir karra studiyamizda sizni. Aka, men sizni ko'rib, Rahmat. shu Alisher Navoiy katta opera balet teatrida operalar aytadigan opera xonandalariga o'xshagansiz. Xush ko'rdik, chiroyli tarona bilan. Rahmat. Biz bilan bugun birga bo'lasiz. Oqshomni birga Rahmat. o'tkazamiz, chiroyli taronalaringizni tinglaymiz. Rahmat, juda xursandman. Ravshan aka, sizga ham bugungi kunni navbatchi savolni beraman. Pochtadan foydalanganmisiz? Hozir oddiy Telegramdan joyizdan turib pochta xizmatidan foydalansangiz bo'ladi. Avvallari shu yashab turgan joyimiz hududidagi yaqin pochtaga borib yo posilka yo banderol olib jo'natib qilardik. Hozir juda ham yengillik, juda ham ko'payib ketgan. Ularga hamisha sog' salomatlik tilaymiz.
o'smirlik paytda, bo'ydoqlik paytda qizlarga ham xat jo'natgansiz, to'g'rimi? Albatta, shu pochta orqali. Pochta orqali. Yashiklar bo'lardi har ko'chalarda. Shu armiyaga borgan paytlar armiyadan jo'natardi. Yana. Armiyaga yozardik jo'ralarga, akalarga, ukalarga, mana shunaqa pochta xizmatlaridan abisha albatta foydalanib turardik. Yashang mana. Haqiqatan pochtani mana haqiqiy ko'rgan, undan foydalangan insonlar bilan To'g'ri. gaplashgan bir tarixda, tarix bilan Albatta. bir bog'lanamiz. Ravshan aka bor bo'ling. Kuz sizga Salomat qanday bo'ling. ta'sir qilyapti? Kuz oyi deyapsizmi? Kuz mavsumi. Ma'sum. Ijod Bu borasida yil deymizmi? albatta issiq juda ham kuchli keldi. Ha. Xudo xohlasa juda sovuq bo'ladi deyishyapti, lekin biz san'atkor ijodkorlarga har qaysi fasl bir xil studiyadan chiqmaymiz. Hamisha studiya harorat qanaqa bo'lsa, lekin tashqarida kuz mana Xudo xohlasa baringlar sarg'ayib, chiroyli ko'rkamlashib kelyapti. Klip olinadigan fasl desa ham bo'laveradi. Yozga xohlagan kishi yozga, qishda ham bo'ladi. Kuz oyida ham asosan mana shu sevgi, romantika qo'shiqlar baringlar sarg'ayib turgan davrlarda ham juda ham chiroyli bo'ladi. Yashang, bor bo'ling, rahmat. Rahmat, salomat. Haqiqatan mana yuqorida Ravshan aka aytganlaridek, Bahriddin aka yaxshi kliplar oladigan fasl ham Mavsum to'g'rimi, chiroyli keldi. bo'ladi. Har bitta fasl o'ziga yarasha baribir zavqi bor, baribir o'ziga yarasha baribir tarovati bor. Shunga yarasha kuzi ham o'ziga yarasha bir shu boyatganingizdek shu sokin o'ziga yarasha dardli qo'shiqlarni bir klipga oladigan mavsum desa ham bo'ladi-da. Shunaqangi o'shanga mos tushadi. Tabiatan shunga uyg'unlashib ketadi. Shuning uchun ko'p shunaqangi dardli qo'shiqlar ayni shu kuz paytida yaratiladi. Adashmasam. To'g'ri. To'g'ri aytasiz, chunki kuzda yulduzchalar ko'payadi-da. Yulduzlar ko'payadi, sahna to'ladi. Endi mana shu o'rinda Bahriddin aka yangi bir tele loyihada ishtirok etdingiz. Hozir ko'ryapmiz. Ha, shu loyihada, shu loyiha haqida qisqacha to'xtalib o'taylik endi. Vaqt topganingiz sizga qiyin bo'lmadimi? Bu loyihada o'zi boshda unga bir chiqqim kelmasdan bordim. Juda endi ko'p taklif qilishgani uchun iloji yo'q bordim. Shu borib ozgina endi loyiha o'zi asli bahor oyida tasvirga olingan. May, adashmasam mayda edi. Va o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ldi, chunki nomi bilan reality show. Kutilmagan vaziyatlarga bizga misol ko'p ko'rsatuvlarga boramiz, ssenariy bo'ladi, hamma narsa o'zi ochiq. Bilasiz, o'shanga tayyorlanib, o'shanga qarab bir harakat qilasiz. Unda shunaqangi bir voqealar bo'ldiki, biz kutmagan, biz bilmagan yo'limizda bir umuman biz tasavvur qilmagan narsalar chiqib keldi. Shuning uchun ozgina qiyinchilik bo'ldi, baribir nima deydi? O'ziga yarasha mashaqqati bor, lekin o'ziga yarasha zavqi ham bo'ldi. Maza qildik. Bir tarafdan qiynalgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan yana ham o'sha bir jamoamizdagi san'atkorlar bilan yana ham bir Yaqinlik bo'ldi. Yaqinlik do'stona. bo'ldi. Yana ham yaqinlashib, jipslashib, chunki o'sha paytda baribir insonga haqiqiy Dalda bo'ladigan. dalda bo'ladi ham qo'pol qilayotgan haqiqiy yuzi ochiladi deydi-ku o'shanda. Sayohatda bilinadi insonlar yuzi. Sayohatda bilinadi. O'shanda yana ham bir-birimizni qanaqa kamchiliklarimiz ham ochildi, ko'rindi. Haqiqiy Yana ham boshqa tanidinglar payt ya'ni. ko'chada kuyida ko'rsangiz yo konsertda ko'rsangiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz, baribir anaqa ko'rishasiz. U paytda sizni kamchiliklaringiz ham ko'rinadi. Shuning uchun baribir boshqacha bir zavqli bo'ldi. Ravshan aka, sizda mavsumda qanday yangiliklar bo'lyapti? Kimlar bilan ijodli hozir hamkorlik qilyapsiz yoki bo'lmasa poytaxtdan ham bir bastakorlar bilan, shoirlar bilan ijodiy hamkorliklar bo'lyaptimi? Albatta shu san'at sohasiga kirgan yillardan buyon o'sha Muhammad Ismoilov, keyin marhum Muhammad Yusuf she'rlaridan foydalangan, Xurshid Davron she'rlaridan foydalanaman. Undan keyin mana Farruh ukamiz aranjirovщик, shu kishiga murojaat qilganman. Baxtiyor aka yaxshi studiyada ishlab sozlashlarni, bolalar o'sha bilan ishlashganman. Ko'p yurib, ko'p narsani o'rganib, shu yoshligimdan juda qiziqardim. Hozirgi vaqtga asosan Samarqandda. O'zimiz studiya ham qilganman, ana shu yerdan chiqmayman. Aranjirovka ham, svedeniya ham. Faqat she'rlarga murojaat qilib turaman, iltimos qilib turaman. Hattoki oxirgi vaqtlar bir ikkita she'rlarni ham yozdim. Keyin ovozimni yozib, svedeniya, aranjirovkalar bilan tayyorlab, asosda mana hozir tarmoqlar ham juda
ommalashib ketdiki, Instagramga qo'yib boraverasiz. Mana shu professional sahnalarga, mana televideniyega tashrif bergan vaqtingiz bu zapsiyadan ham foydalanib Albatta. tarmoqlarga joylaymiz. Qisqasi mana ukamiz aytganlaridek, boshimiz hech Ijod bo'sh davom vaqt etyapti yo'q demaysiz. desam ham bo'ladi-da. Juda ham yaxshi. Ravshan aka yashang. Ijod. Studiyadan chiqmayapmiz deyapsiz-da. To'ylarga borib turibsizmi xizmatlarga? Borib To'yga borib turibmiz, oxirgi vaqtlar uncha mana shu yildan yil to'ylar sal susaydi, Ha. lekin borib turibmiz, Xudoga ming qatla shukr. Hozir Ravshan aka bir sizdan chiroyli tarovani tinglaylik. Ha? Qanday sho'x, go'zal bir chiroyli tarovani. Marhamat. Ha, marhamat. Yurakka nolishlar botdi, kelmading. Boshimga bolishlar botdi, kelmading. Bag'ri toshim yon nazarga ilmading. Boshimga bolishlar botdi, yurakka nolishlar botdi, kelmading. Kelmading, yonimga meni kelmading. Bag'ri toshim yon nazarga ilmading. Kelmading, yonimga meni kelmading. Bag'ri toshim yon nazarga ilmading. Sevgisimda taqdir etgan netaman, yuragimda neda bo'lsa yutaman. Qalbim qolib quruqloshib eltaman, haydamagin jonim o'zim ketaman. Men ketaman, ko'zdaman, jon yosh bilan, yuragimda yongan dard alam bilan. Haydashing kutaman, lek bardosh bilan, haydamagin jonim o'zim ketaman. Kun o'tkazib tungacha, tunda bedor tonggacha, seni qo'msab kutaman, tanda jonim tolguncha. Yuzlari to'lin oyim, so'zlari shirin bolam, hijronlarda kuydirib, devona etgan yorim. Yonib yonib yuragim, kul bo'ldi holda jonim. Sensiz ikki dunyom xor, kelgin endi kelib qol. Yonib yonib yuragim, kul bo'ldi holda jonim. Sensiz ikki
ravshan aka ishbilarmon samarqandlar juda ishbilarmon bo'ladi gap bo'lish emas aka turkum qilyapsizlar rahmat albatta Papuri judayam bo'pti. chiroyli papuri albatta qarang navbat talashga hech kimni haqqi ham yo'qda ha tugamadi deb qo'shiq deb turadi to'y o'tkazib yubordingiz gap bo'lishi mumkin emas judayam chiroyli bu yerda nechta qo'shiq ketdi hozir Bahriddin akam aytmaganda men bilmas ekanman qo'shiq tugamayapti nimani deyorbek man o'zimni ashularimni shu chiqargan davrimdan beri 2001da kelmadingni birinchi aytganim 2001 chiqarganmanda endi o'ynay jahonga ha uni oldin aytib yurardim undan keyin sekin sekin ketaman sevgilim yangi yil bazmlari hammasini jam qilib kesib kalta 24 yilda hozir eshitdik-da hozir birinchi marta aka qarang Eng saralarini menimcha. Vaqtingizda shu Eng ketyapti, saralarini. Bahriddin Papuri qilingan. baribir samarqandlar ishini ustasi bo'ladi-da baribir ustasi bo'ladi qarang 24 yilda bittada aka endi bittasi diyorbek bitta narsa borki Benefis. to'yda misol uchun kelmadingni iltimos qilsalar keyin kimgadir ketaman yoqqa ha endi buni tugatgunimcha buni ich qizib ketadi-da. Ha, to'g'ri. Keyin iltimos qilsa men olmay tursa bir noqulay bo'lib ketaveradi menga. Endi как будто men xuddiki uni mensimaganday o'shaning uchun endi ko'plar ham qilyapti-ku, ko'nglini papuri bo'lyapti, olishdi. ko'plar qilyapti. Mana jahon estradasi modern to'kina masalan ikkovi bir bo'lgandan keyin albatta. Tomas bilan ikkalari qisqa qilib bir kublet qolaversa Hamma muxlislarni ko'nglini tripebidan olish bitta qilib kam qilib mana qilib o'shaning uchun hammani birdan ko'nglini olib qo'ya qolib kalta u ham ikkita qo'shig'ingiz bo'lganda ikkita oilaga bo'lganda ikkita yoqdan bo'lganda bitta qatorda. aka gap ana yo'q shu modern tokinda ham Ziterbolinning qo'lida-da bu narsa. Aranjirovщик hammasi o'zi. Xohlaganday qilib kelsa, proyektlarni yo'q qilmaydi. Masalan, ovoz yozdirishga borsangiz, u siz ketganingizdan keyin ikkinchi qo'shiqchi kelsa, buni nima saqlab yurmaydi-da, katta joy oladi, yo'qolib ham ketadi-da. Keyin men juda qiziqardim yoshligimda mana shu jahon estradasini, imенно mana shu modern tokinni, uni suhbatlarini ham haligacha ko'raman-da nimadan. Mana uyda yig'ib qo'yibdi, xohlagan 10 yil o'tadimi. Mana shuncha yil o'tgandan keyin chiqdi-ku nimalar yo'qolmaydi u asarlar. Mana oldida yana qaytadan har qaysi ikki shtatda o'zinikini qilib o'sha aytilgan ashulalarni o'zini qo'lida proyekt bor. gap Shuning men ham shuni aytib qisqa qilib qo'ya bekorga qolsam. studiyadan chiqmas ekansiz Natijasini ko'rdik. albatta mana marketing mana bozor iqtisodiyoti unga moslashish Bir tomondan qiziqish ham juda kuchli-da Diyorjon. o'zi shunday bo'lishi kerak aka vaqtiga gapira olmaymiz san'atkorlarga endi aytmoqchi edim men mayli Salomat. ha choyxonada gapirishyapti Bahriddinga sizda ham bormi mana shunaqangi Papurilar. papurilar yo'q endi men papuri qilmaganman. hozir tug'ildi fikr Endi hozir ustani anaqalardan keyin hozir men o'ylab qoldim, xudo xolasa endi mana qo'shiqlarimni bitta Jamlab, yig'ib. jamlab qanaqadir bir papuri qilish. ana aka ishchi kuchi ham kamayapti kerak emas shunday telefonni berasiz Iqtisodiyot. ovoz kuchaytirgichga berasiz bos o'zim bu yoqqa gaplashamiz deysiz bo'ldi aka lochin akam kerak emas she'rni o'zi Osongina. mana aka Bor mana narsadan bir-biriga ulab va bitta konsertda o'tkazsa bo'ladi, bitta mana to'y ham biznes o'tkazsa show bo'ladi. biznes deb mana shuni aytadi gap yo'q aka yangi bir g'oyalar ijodkorlar ko'rib turibdi albatta o'g'irlashadi buni lekin albatta 24 yillik bo'lmaganda Bahriddin aka 4 ta bo'lgan yangilarni 4 ta lekin 24 yillikni bittada aka konsert kerak emas gap bo'lishi mumkin emas Ravshan aka haqiqatdan ham qoyil qoldi ustada ijodkorlar mana shunday ijod qilib har birini o'zini yo'li bo'ladi har birini o'zini qarashlari strategiyasi bo'ladi Albatta. To'ppa-to'g'ri. birdek Albatta. Chunki har bitta boya aytganlaridek qaysidir qo'shiqlarni kimnigadir yoqadi, kimdirga yana boshqa qo'shiqlar yoqadi. Hamma baribir uni xohlaydi, kimdir yana nimadir xohlaydi. O'shaning uchun hammani ko'nglini birday anaqalardan qo'shiq papuri yo'qdi-da. 3 minutda kimdir so'rab kelsa 3 minutda 100 aqsh dollari. Lekin akada 7 minutda 8 ta 24 yillik ashula aka 8 ta oladi. Bu yoqni ham hisoblab qo'ydingiz demak. Ey yashang. Bor bo'ling aziz do'stlar, mahalladasiz. Biz sizlarga boy bo'lish formulasini o'rgatamiz. Albatta bizni ko'rsatuv hazilomuz kayfiyatga qurilgan desak ham bo'ladi, chunki o'sha kun davomida charchab Boy kimdir bo'lish o'qishdan, formulasi emas, kimdir bu vaqtdan ishdan unumli keladi, foydalanish. tomosha qiladi. Shu boy bo'ladi. Vaqtda sezsa, bu yoq foyda. To'g'rimi? Ijodkorlarda o'zir hozir paytda ijodkor faqat bitta san'at bilan emas, balki qo'shimcha kasblar qilishi urf bo'lgan. Bu urf emas, balki yashash uchun kurash. To'g'rimi? Har san'atkorda bor. Bag'ridiniki sizda ham bormi shu qo'shimcha? Endi albatta endi busiz hozir kun iloji ham yo'q.
To'ylar kamayib ketdi. Yig'lab qolsa ham yo'q, hazil albatta. Xudoga shukr, endi rizqqa yarasha bo'lib turibdi. Endi baribir boshqa nima deydi, boshqa narsani ham Yo'nalishlarda ham yo'nalishda sinab ham ko'ryapti. baribir biznesda o'zingiz masalan. sinab, o'zingiz bir harakat qilmasangiz bo'lmaydi. Baribir erkak kishiga 40 hunar kam deydi, oz deydi. Shuning uchun faqat endi shu san'atga qarab, shu qachon to'y kelsa to'yga chiqib nimadir qilib kelaman deb o'tirish ham bo'lmaydi. Shuning uchun bolalar katta bo'lyapti. Harakat qilish kerak. Ana usta ham mana boyatga 24 yil bitta qilib Ha, vaqtda unumli foydalanganda endi biz ham harakat qilyapmiz. Shuni bu yoqda bu yoqda nima Qo'shimcha kasblar, harakat ha. Qo'shimcha bizneslar. mana ijodkorlar ba'zi birlar aytadi, mendan tadbirkor chiqmas ekan, men tadbirkorlik qila olmayman, men sotuvchi emas ekanman. Men yaxshi ijodkor ekanman deysiz. Sotuvchilik qilmaysiz endi baribir endi qaysi san'atkor ko'rgansiz chiqib olib bozorda sotuvchilik qilib Bu o'tirgan. ma'noda emas, aytmoqchi bo'lganim, misol uchun men Tadbirkorlik men masalan, qo'limdan kelmas masalasi ekan, ha, bo'yicha, ha. ha. deb masalan. Keladigan joylari ham tadbirkorlik bitta yo'nalish emas-ku, misol har xil misol tadbirkorlikda ham xohlagan yo'nalishingizda tadbirkorlik qilishingiz mumkin. Xohlagancha. Misol chegarasi yo'q u narsa, shuning uchun o'zingizni bir nima deydi ani qobiliyat deydimi, qobiliyatingizdan kelib chiqib o'zingizni bir Qiziqishlardan kelib chiqib deymizmi? Demak, sizda Aurangizda tadbirkorlik dunyo- bor, albatta qobiliyat endi bor. usiz iloji yo'q. yeplayapmiz. Harakat qilyapmiz. Albatta Bor alohida bo'lgan. tashakkurlarimizni bildiramiz. Yana bir bora xush kelibsiz va keyingi dasturlarimizda albatta yangi qo'shiqlar bilan, premyeralar bilan tashrif buyurasiz degan umiddamiz. Albatta. Hozir endi dasturimiz so'ngida bitta qo'shiq bilan yakunlaymiz. Ravshan aka sizdan chiroyli tarona, keyin barimiz Zuhriddin bilan dasturimizni dasturxonni yopamiz. Qani, marhamat. Marhamat. Jonim güzelim ko'zim qorasi, ko'nglim bahori dardim nolasi. Hajringda to'lg'onib men yonaman, vaslingda majnundek devonaman. Sensan hayotim, shirin hayolim, zorman yo'lingga nozik niholim. Sensan hayotim, shirin hayolim, zorman yo'lingga nozik niholim. Gullarga teng qilsam lolasisan, go'zal qizlar ichra tanhosisan. Mushki anbar desam iforsan, ishqingda sarxushdek ovoraman. Sensan hayotim, shirin hayolim, zorman yo'lingga nozik niholim. Sensan hayotim, shirin hayolim, zorman yo'lingga nozik niholim.
nozik niholim sensan hayotim shirin hayolim zorman yo'lingga nozik niholim jonim go'zalim ko'zim qorasi ko'nglim bahori dardim nolasi hajringda to'lg'onib men yonaman aslingda majnundek devonaman kelasan deb men hamon yonaman